Hozirgi kunda ko'p uchraydigan muammolardan biri bu yuzdagi dog'lar. Yuzdagi dog'lar qayerdan paydo bo'ladi? Asosan quyosh ta'sirida, ichki organlar kasalliklari yoki gormonal o'zgarishlar va yuzdagi husnbuzarlar, ya'ni aknedan keyin qoladigan dog'lar. Quyosh ta'sirida ko'pgina ayollarimiz yoki erkaklarimiz SPF siz, ya'ni quyoshdan saqlaydigan kremlarsiz yurishadi. Bu juda ham noto'g'ri. Teriga ultrafiolet nurlarini juda ham katta zarari bor. Ya'ni terida giperpigmentatsiya paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi gormonal o'zgarishlar. Bu ayollarda homiladorlik vaqtida yoki menopauza paytida imенно o'sha gormonal buzilishlar oqibatida yoki fiziologik gormonal o'zgarishlar hisobiga bu dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchisi, bunda aknedan keyin, ya'ni husnbuzardan keyin dog'lar. Bu, конечно, terini, husnbuzarlarni qanchalik darajada chuqurligiga bog'liq va yuz terisini fototipiga bog'liq bo'ladi. Ma'lumot qiziqarli bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.